Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2026 yil 24-mart sanasida gaplashyapmiz. Yana o'sha adolatsiz sudyalarimiz haqida gaplashamiz. Ko'pchiliklar hozirgi paytda bilasizlar, qarz oldi berdisi juda ham ko'payib ketgan. O'zini tanishi, do'sti, yod birodar, tanishlariga xullas oldi berdisi bilan murojaat qilgan. Endi bizda o'zbekchada bilasizlar, hech oldi berdi qilib yo video yo hujjat qilib bo'lmaydi. Ko'p holatlarda qilmaydi, chunki ertaga beraman, indinga beraman, juda zarur bo'lib qoldi deb o'zini bechoraga sog'iladi. Berganidan keyin yo'q, gumdonlar ketadi. Yalinib yurib bu qilsa ham foydasi yo'q. Endi ichki ishlarga bu bo'yicha ariza yozadigan bo'lsangiz, ichki ishlar osongina arizangizni yopib tashlaydi. Yaqinda Toshkent shahar prokuraturasi 2025-yildagi holatlarni o'rganib chiqqanda ichki ishlar tomonidan jinoiy ish qo'zg'atishni rad etishda 954 ta qaror noqonuniy topgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bir yilda 954 ta qarorni noqonuniy topyapti. Menimcha bular aksariyati shu qarz oldi berdisi bilan bo'lsa kerak deb hisoblayman. Endi ichki ishlarga borasiz, kelaversa yillab borganingiz bilan rad qila olsa nima qilasiz? Yani sudga borasiz o'zingizdan. Sudga borganingizdan keyin sud ham o'zini ko'tini u to'g'ri so'radi, bu to'g'ri so'radi, u hujjat edi, bu hujjat edi deb qaytaradi. Mana bitta holat bo'ladi. Andijon tuman sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilganmiz. 2026-yilda 3-mart sanasida fuqarolik ishlar bo'yicha Andijon tuman sudida sudyasi Shahobov arizani qaytarish bo'yicha ajrim chiqaryapti. Asos qilib aytyaptiki, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 195-modda 1-qismi 7-bandiga ko'ra deyapti. Davlat boji va pochta xarajatlari belgilangan tartibda va miqdorda to'langanligini tasdiqlovchi hujjat taqdim etilmagan bo'lsa deyapti. Davlat bojini to'lashni kechiktirish mumkinligi qonunda nazarda tutilgan hollarda esa bu haqda iltimosnoma mavjud bo'lmasa iltimosnoma rad etiladi deyiladi. Bu bo'yicha iltimosnoma berganmiz, davlat bojini kechiktirish bo'yicha. Bu iltimosnoma ko'rib chiqilmayapti-da, iltimosnomaga fikr ham bildirmayapti-da, arizani qaytarib olyapti. Unga qilingan hujjat ilovalarni qaytarib olsin deb turib ajrim chiqaryapti. Yana endi iltimosnomani ko'rmadi shekilli deb yaxshi gumonni yana qaytarib ariza beryapti. Lekin vaholanki to'rt orali narsa, ko'rmaslik iloji yo'q iltimosnoma. Yana qaytarib ariza beryapmiz-da, arizamizni 2026-yil 18-mart kuni endi Andijon tumanlari fuqarolik ishlar bo'yicha Andijon tumanlari sudining sudyasi Qodirov xuddi shunaqa mazmunda yana qaytarib olyapti. Endi qarz undirish haqidagi da'vo arizasi berilmagan deb hisoblansin, da'vogarga qaytarilsin deyapti. Yana shu moddani qo'yyapti-da, iltimosnomani ko'rib chiqilmayapti. Iltimosnomani ga munosabat ham bildirmayapti. Iltimosnoma berildi, berilmadi ham demayapti-da, rad etilsin deyapti. Qanaqa bo'ladi bu narsa? Iltimosnomani ko'rib chiqmaydigan bo'lsa, 2 martadan rad qilyapti bitta holat bo'yicha. Hurmatli sudyalar, shu davlat boji to'lanadi. Xohlasa, xohlamasa to'lamaydigan bo'lsa, qanaqa qilib olishni o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. MIBga orqali berib bo'lsa ham, yuzga MIB jo'natib bo'lsa ham, qanaqa qilib bo'lsa ham oladi. Hozir imkoniyat yo'qligi uchun shu fuqaroda iloji yo'qligidan to'lanmayapti. Shu agarda qarzni undiradigan bo'lsa to'laydi. Shuncha adolatli vijdonan ko'rib chiqinglar shu qilayotgan murojaatlar. Har bitta murojaatda prezidentimiz aytmoqchi, inson taqdiri yotadi. Ichki ishlar bu yoqda arizani ko'rmasa, sizlar bu yoqda bitta da'vo arizani deb turib rad qilsanglar. O'zingizlar keldi deyapsizlar. Iltimosnoma bergan taqdirda ko'rib chiqilishi mumkin deyapsiz. Iltimosnoma rad etilsa iltimosnoma. Shuni ko'rilmaydi deyapsiz. Iltimosnomani rad etmayapsizlar do'stlar. Bu yerda iltimosnoma rad etiladi. Mana asoslarga asosini keltirmayapsizlar. Endi sizlar gapirishning foydasi ham yo'q. Andijon tumanlari sudda fuqarolik sudini qanaqaligini bilamiz. Endi iloji yo'q.
Noumid shayton qayta beryapmiz. Bugun ham Xudo xohlasa qayta beramiz. Adolatni vijdonan ko'rib chiqib beringlar, unaqa vijdonsizlik qilmanglar. Shuning uchun bitta vijdonni uyg'otib, adolat nuqtaidan ko'rsanglar, menimcha yaxshi bo'ladi. Kuninglar xayrli bo'lsin, hurmatli kuzatuvchilar. Hammanglarga rahmat katta.